Iliqi yana bir ko'rsam degan Koreyanikidagi Yunju Kumju obrazini qaysinglar bek yaxshi ko'rasizlar? Shaxsiy o'zimni ba'zi vaqtda men Yunjuning obrazini bek yaxshi ko'raman. Shunda bek japolichkida, lekin yana o'zining qilg'is va qilayotgan shunchalik yaxshi ko'radigan bir mustaqillik ko'z qarashi shunchalik kuchli. Hamma nimani voyaga yetkazib qilsam mukammal qilsam deydigan mukammallikni qo'g'lashadigan bir shuchun shumidi Nuyjun. Endi Kumju obrazini ba'zi vaqtda bizning atrofimizda bek chiq. Vajani naynaqqa bir ani beribdi. Shundami bir Kumjudek qiz ol ekan deb qo'yamiz. Agar sizlarga qizlarga deydiganimni ayollarga agar shu Yunju Kumju obrazi bo'lishini bir talash bir berib qolsa sizlar qaysini tanlaysizlar? Men ba'zi vaqtlar shunda qiyinchiliklarga uchrab qolib qolsam Kumju bo'laymi deyman, lekin men o Kumju obrazi faqat tushmaydi ekan. Men yana Yunju bo'lashni tanlayman. Mayli japa tatib qijilinib o'tib kelsam-mu, yana shu Yunju obrazini tanlaydi ekanman. Sizlarchu inkaslarni yozib qo'yinglar. Anadagi mush yana bir ko'rsam mush filmdagi sizlar qaysi bo'lakni eng yaxshi ko'rasizlar? Yunjuningki qiljon bilan to'y qilinmay doktorxonaga kirib qolgan yeri. Mush qismini eng yaxshi ko'raman. Anadagi Yunjuning Kumjuningki qo'l sinib ketgan vaqti bor, bichayliqi Yunjuning to'yiga qo'limni qilib ko'tarib bordi-ku, ashirga qizqanim. Anda yana birisiga eng azobli yeri iliqi Yunjuni iliqi Somining iliqi qaynapasiga borgan vaqti, Yunjuning borgan vaqti, Yunjuni Somining oldidan tillab chiqarayotgan yeri. Ashirni har qitim ko'rsam, har qitim yig'lab ketman qanaqlar. Bir qiz olgan nisbatan yana bir qiz oldida iliqi satlab tillashga bu dunyoda undimi bir nomus qilgan ish yo'q deb o'ylayman. Bichara Yunju shunda azoblandi. Iliq nomusini chaqirib ketishlari, ha. Mush kinoni ko'rsam qattiq ko'raverib shpin xodim shu do'yindim ko'rsam faqat zerikib qolmayman. Sizlar mashtami? Mashq mush kinoni bir 20 necha qitimda ortiq ko'rib boldimmi deb o'ylayman. Sizlar mashta jiq ko'rayveramizlar. O'zingizning inkasini yozib qo'yinglar. Qaysi bilakni eng yaxshi ko'rasizlar?